Fotima opa, men bu kunlari 3 yil 3 oy kutdim. Siz qancha kutdingiz? Men 55 yil kutdim. 55 yil bo'ldimi? Demak, shunaqa orziqib kutilgan kunlar uchun bitta like bo'lsa arziydimi? Bilmasam, bo'lsa kerak. Bugun o'zi qanaqa kun Fotima opa? Shukrona kunim. Tug'ilgan kuningiz. Ha? Tug'ilgan kuningiz bo'lganligi uchun tabriklab yozishsa, odamlar arziydimi yoki arzimaydimi? Bilmasam endi. O'zi nimaga bunaqa qilib o'tiribsiz bilasizmi? Yo'q. Instagramda hozir urf bo'lgan-ku, mashinani qanaqa mashina rusumligini bildirmasdan ancha qiynashadi, kutirishadi-ku. Biz ham mana xudo xolasa yangi xonadoningizga ko'chib keldik. Shuni ozgina bo'lsa ham bir boshqacharoq qilib taqdim qilaylik, intervyu qilaylik deb mana shunaqa qilib turibmiz-da. Mashinami? Yo'q, xudo xolasa u ham bo'ladi. Nima keragi bor shunaqa bachkananing Feruzbek? Va boshqalardan kutsam ham sizdan kutmaganman. Men qilmadim, Feruzbek shunaqa majbur qildi mana. Yo'q. Fotima opani o'zlari ham hozir ko'p bunaqa videolar qilyaptilar. Lekin bunaqa emas-da. Chiroyli chiqar kimgadir, lekin menga yoqmaydi shu narsalar. Lekin bundan avvalgi aytilgan hamma gaplar chin, Xudoga shukr. Mana 55 yil deganda Fotima Nazarova o'zlarining shaxsiy xonadonlariga ega bo'ldilar. Juda ham qiziqarli intervyu qildik. Haqiqatan ham bugun ularning tug'ilgan kunlari tabriklab yozib qoldirsangiz bo'ladi. Va tog'aga ham kattakon rahmat, umringiz uzun bo'lsin. Yana bitta yangilik, Qalpoq jamoasi to'liq tarkibda 12-dekabr kuni xudo xolasa Amerika Qo'shma Shtatlariga ketadilar va u yoqni 3 ta shtatida juda ham bir katta hajviy ko'rsatib olib keladilar. Amerikaliklar, Amerikada yashaydigan o'zbeklar reklom bo'lsa, men bilan murojaat qiling. Cheklanmagan miqdorda o'zingizni 24 soat yanada ommalashtirmoqchi bo'lsangiz, menimcha bundan qulay vaziyat bo'lmaydi. Ham O'zbekiston, ham Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ham bir qiziqarli, kutilmagan hajviy ko'rsatuv bo'ladi. Marshrutimiz Chicago, Ohio, Ohio и Nyu-York. Zo'r. Intro TV kanalida ushbu reportajni shu hafta ichida kutib qolinglar. Zo'r bo'ladi. Meni ham duo qilib turinglar. Hali katta gapirib yotibman, men suhbatga kirganim yo'q. Shunaqa. O'zimcha karillayapti. Viza olmadingiz, ha? Yo'q. Nasib bo'lsa. Meni ham duo qilib qo'yinglar. Men ham bir Amerika ko'ri, go. Go.